Haqiqatdan ham savolga 7-chi savolimizning javobi 100% to'g'ri. Ikkinchisi, tanim yonso, ya'ni qatnab turib, deyapman yonso, qatnab turib, mana bu yerda ham yonso bor edi. 예쁜 경치가 뚱뚱 내려서 구경도 합니다. Endi qarangda, hali ko'pga javob topganimiz yo'q, lekin neroso degan qism bor. Ya'ni qatnab turib chiroyli joy nimadir, demak tushib tomosha ham qilaman deyapti. Biz esa mashinani haydab turib, yo'q mashinani haydab turibmiz. Mashinadan tushgandan so'ng tomosha qilar ekan. Shu uchun 4 ni chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pga kiradigan javobni topishimiz kerak. Bu yerda ko'rinib turibdiki, 경치가 nima? Demak, fe'limiz umumiy holatda poyida, ko'rinmoq bo'lib kelyapti. Biz esa unga mos keladigan grammatikani topishimiz kerak. Ya'ni manzara ko'rinmoq. Manzara ko'rinmoq, tushib tomosha ham qilaman. Bu yerda grammatikalarni ko'radigan bo'lsak, birinchi variantda myon grammatika, ya'ni sa. Demak, manzara ko'rinsa tushib tomosha qilaman. Ma'nosi bir-biriga yopishdi. Keyingisi demak, ado grammatika ketyapti bu yerda. Bu grammatika sa ham ko'rinishda tarjima qilinar edi. Demak, manzara ko'rinsa ham tushib tomosha ham qilaman. Unchalik yopishmayapti, to'g'rimi? Keyingisi gona grammatika tanlov yo bu ishni qilaman degan holatda keladi. Demak, yoki demak manzara ko'rinsa, ya'ni manzarani ko'rsam yoki tushib ko'rinishda kelyapti. Bu ham endi to'g'ri kelmaydi. Ajman grammatikasi esa lekin ko'rinishda tarjima qilinadi. Demak, manzara ko'rinsa lekin, deydi. Ya'ni manzarani ko'rib lekin tushib tomosha qilaman ko'rinishdagi mazmun endi bu yerga umuman to'g'ri kelmaydi. Shu sababli ham demak javobimiz bir bo'lar ekan. Aynan eng boshidan o'qiganimizda aynan sa grammatika bir-biriga yopishib keldi. Mazmunimizga 100% to'g'ri keldi. Demak, biz ikkala savolning ham javobini topdik. Ya'ni 49 uchun 1 bo'lib keldi, 50 uchun esa 3 bo'lib kelyapti. Demak, savolni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Agar siz imtihonda bo'lsangiz, boya aytganim kabi savolni shu joyda to'xtatib, keyingi savolga o'tib ketsangiz bo'ladi. Hajiman, lekin yozim meni shu kunlarda 50 savolda yozim degan qism bor edi, ikkinchi variantda mana ko'rib turganingizdek. Lekin shu kunlarda pappaso, ya'ni band bo'lganim uchun 그렇게 할 시간이 거의 없었습니다. Shunday qiladigan vaqtim deyarli yo'q edi, deyapti. Demak, vaqti bo'lmasa agar sayohat ham qila olmaydi. Shu uchun ikkini ham o'chirib yuboramiz. 이번 주말에는 shu hafta dam olish kunida 한가하니까 ya'ni bo'sh bo'lganim uchun 오랜만에 운전을 해서 처음 멀리 갔다 오라고 합니다. 오려고 합니다. Demak, bo'sh bo'lganim uchun uzoq vaqtga mashinani haydab turib, biroz uzoq joyga borib kelmoqchiman deb aytyapti. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, agar faqatgina 50 dan birinchi variant qolgan ekan va bizga butun boshli matnni o'qishimiz davomida mashinani yaxshi haydash haqidagi mazmunni umuman keltirmadi, lekin yo'qotirish haqida gap ketgan edi. Shu sababli ham bir ham o'chirib yuboramiz. Demak, javobimiz 1 hamda 3 bo'lib keladi. Siz bunday savollarni qanday bajarasiz va kommentlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring va bizning onlayn to'piq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.